baribir soch tiqiladi. To'g'risi bo'lgan, bizda ham bo'lgan. Hozir mana shu mahsulotni siz bilan test qilamiz. Mana shu narsa uyingizda tursa, santexnika ham xudo xolis hojatinglar qolmasin. Mana vanniylarda bir haftada bir marta mana shuncha qoshiq solasizlar va qaynagan suv ustidan quyib yuboramiz. Hozir qaranglar. Tutib tashadi. Ustoz aytganlaridek, soch haqiqatan qabrda ham chirimas ekan. Uncha narsa sochga erita olmaydi. No, mana shu bir qoshiq mahsulot hozir mana shu sochimizni suv bilan bitta qilib yuboradi eritib. Yana eng yaxshi tarafi bu sachrasa ham qo'lingizga hech narsa qilmaydi. Hidi ham yo'q, chunki tabiiy, desximikati. Qarasam soch yo'q bo'lib ketdi. Suv qorayib ketgani, chunki bo'yalgan soch bo'lgani uchun kraskasi ham chiqib ketdi. Zo'r narsa. Har bitta uyingizga